Ba'zan insonni yiqitadigan narsa pichoq emas, qon emas, hatto kasallik ham emas. Uni barbod qiladigan narsa yonida turgan odamning sovuqqonligi bo'ladi. Mana shu qism aynan shuni ko'rsatdi. Sodiqning tanasidagi yara ko'rinib turgan dard bo'lsa, uning atrofidagi odamlar qalbidagi yara undan ham xavfliroq. Eng dahshatlisi shuki, bu yerda hech kim ochiqchasiga qotil emas. Lekin ayrimlar beparvoligi bilan, ayrimlar ochko'zligi bilan, ayrimlar esa sukuti bilan bir odamni sekin-sekin halokat yoqasiga olib kelmoqda. Shuning uchun bu qismni oddiy oilaviy mojaro deb ko'rish juda katta xato bo'ladi. Bu yerda pul, alam, rashk, ustunlik, qasos va muhabbatning qoldiqlari bir nuqtaga yig'ilgan. Sodiq bilan bog'liq chiziqda eng muhim nuqta shundaki, uning atrofidagi ayollar endi faqat u uchun kurashmayapti, balki u orqali o'z alamini, o'z hisob-kitobini, o'z ichki urushini ham yuritmoqda. Nazokatning sovuqqonligi aynan shu yerda yanada qo'rqinchli tus oldi. U operatsiyaga qarshi chiqayotganda bu oddiy qo'rquvga o'xshab ko'rinishi mumkin. Go'yo narkoz xatari, go'yo shifokorlarga ishonchsizlik, lekin aslida bu bahona bo'lishi ehtimoli juda katta. Chunki inson sevgan odami uchun xavfli bo'lsa ham yo'l qidiradi, boshqa shifokor topadi, pul topadi, najot qidiradi. Nazokat esa najot emas, kechiktirishni tanladi. Bu juda muhim detal. Kechiktirish drama tilida ko'pincha qutqarish emas, yo'qotishning birinchi bosqichi bo'ladi. Sodiq kasalxona yotog'ida yotar ekan, uning yuzida nafaqat jismoniy og'riq, balki ruhiy charchoq ham o'qilib turardi. U shiftga tikilar, go'yo javoblarni osmondan kutar edi. Qo'llari esa jiyrak emas, xuddi hamma kuchini yo'qotgandek yonida yotardi. Shifokorlar ertaga operatsiya qilish kerakligini aytishgan. Aniq va qattiq edi ularning so'zlari. Keyinga surib bo'lmaydi deyishdi. Vaqt o'simta bilan birga ishlamaydi deyishdi. Sodiqning ko'zlarida o'sha daqiqada qo'rquv emas, mehr izlayotgan nigoh bor edi. U nazokatning kelishini kutardi. Uning hozir hammasini hal qilamiz degan so'zlarini eshitishni xohlardi. O'rniga kelgan xabar esa juda sovuq edi. Nazokat operatsiyaga hali ruxsat bermayapti. Ayni vaqtda nazokat uyda edi. Keng va hashamatli xona, ammo ichi bo'sh. U stol atrofida aylanar, telefonga qarab, qo'lni peshonasiga qo'yar edi. Uning ichki ovozi shovqin solardi. Agar operatsiya muvaffaqiyatsiz bo'lsa-chi? Agar Sodiq umr bo'yi nogiron bo'lib qolsa-chi? Agar pullar ketib, natija kelmasa-chi? U o'zini oqlash uchun bahonalar topardi. Uning yonida turgan yaqin do'sti undan sabab so'raganda, nazokatning yuzida himoya niqobi paydo bo'ldi. Men unga eng yaxshisini xohlayman dedi u, lekin ovozi ishonchsiz edi. Haqiqat esa boshqacha edi. Nazokat endi Sodiqni odam sifatida emas, balki resurs sifatida ko'ra boshlagan edi. Uning qo'lidagi hamma narsa, pul, vaqt, qaror nazoratda bo'lish kerak edi. Operatsiya esa bu nazoratni shifokorlar va uning tanasiga topshirishni anglatardi. Nazokat buni qabul qilishga tayyor emas edi. Shu orada Nargiz paydo bo'ldi. U Sodiqning sog'lig'idan xabar olish uchun kelgan edi. Uning qadamlarida qat'iyat, yuzda esa uzoq vaqt yig'ib kelgan alam bor edi. Nazokat Nargizni ko'rgan zahoti uning yuzida sun'iy tabassum paydo bo'ldi. Lekin Nargiz endi bu o'yinni yaxshi bilardi. U ko'p yillar davomida nazokatning yonida do'st bo'lib yurgan edi. Aslida esa foydali xizmatlar evaziga yonida tutilgan bir arzimas rol. Endi Nargiz buni ochiq-oydin anglab bo'lgan edi. Shu sababli uning ko'zlarida endi avvalgi kabi iliqlik yo'q edi. U bor narsa, achchiq haqiqat va uni aytishga tayyor bir til edi. Nargizning ichi qaynar edi. U o'zining yillar davomida qanday foydalanilganini esladi. Qanday qilib uning sadoqati birjada sotilgan, qanday qilib uning do'stligi qulaylik bilan almashtirilgan. U shu ongacha sukut saqlagan edi, chunki u haqiqatdan ham ishongan edi. Ishonganki, bir kun kelib bu munosabat haqiqiy do'stlikka aylanadi. Ammo kechasi bilan uyg'onadigan og'riq, yolg'izlikda yutib yuborilgan xo'rliklar hammasi bir nuqtada yorilib chiqishga tayyor edi. Nazokat bilan yuzma-yuz qolganda Nargizning lablari bir tekisda emas edi. U gapirishni istardi, lekin hali vaqt emasligini bilardi. U faqat Sodiqni ko'rgani keldim dedi va o'sha so'zning o'zi yog'ida ming bir ma'no bor edi. Ikki ayol o'rtasidagi bu qisqa uchrashuv xuddi momaqaldiroq oldidan kelgan jimlikka o'xshardi. Nargiz ketganidan keyin Nazokat uzoq vaqt bir nuqtaga tikilib o'tirdi. U nimani ko'rdi? Dushmanmi? Rohibami? Yoki o'z qo'li bilan yasagan qasoskor? Buni faqat vaqt ko'rsatardi.
Shu kuni kechqurun Nargiz Dildoraning uyiga keldi. Ikkalasi oshxonada choy ichishardi. Dildora bu vaqtgacha nazokatning soyasida yashagan, lekin endi sekin-asta o'z fikrini aytishga jur'at topayotgan ayol edi. Nargiz ovozni pasaytirib, o'zi bilgan sirlarni gapira boshladi. Yangi hisob raqami, yashirilayotgan pullar, oldingi tanishuvlar, Sodiqni yo'ldan urgan qadimgi o'yinlar, kompaniyadan chetlatilgan odamlar. U nega operatsiya bo'lmayapti deb so'radi. Nargiz javob bera olmadi. U faqat Sodiqning qo'lini ushladi. Hech qanday gap kerak emas edi. Og'riq ikkovining ham suyaklarigacha kirgan edi. Nargiz ichida bir qaror qattiqlashdi. U endi jim turmaydi. U Sodiq uchun ham, o'zi uchun ham bu sirlarni ochadi. Yashirin hisoblar, aldangan va'dalar, foydalanilgan muhabbat, hammasi bir kun chiqadi. Keyingi kuni erta tongda Dildora va Nargiz yana uchrashdi. Bu safar ular reja tuzishdi. Sirlarni qanday ochish kerak, qayerdan boshlash kerak? Dildora qo'rqardi, lekin Nargiz unga ishonch berdi. Biz haqiqatni aytayotgan bo'lamiz, odamni yomonlamaymiz dedi. Haqiqat esa hamma vaqt oxirida chiqadi. Yaxshisi uni o'zimiz aytsak. Ikkinchi tomonda esa butunlay boshqa rasm bor edi. Nozima yosh kelin. U juda o'zgargan edi. Ilgari u uyda hech qanday ish qilmas, faqat o'z dunyosida yashar edi. Endi esa u uy ishiga kirishgan. Qaynota qaynonaga ko'maklashar, ularning duosini olar edi. Qaynona uni maqtaganida Nozimaning yuzida ilk bor chin dildan tabassum paydo bo'ldi. U o'zini endi bu oilaning bir qismidek his qilardi. U tashqaridan hech qanday hashamat kutmasdi, faqat biroz hurmat, biroz mehr. Shu narsaning o'zi uning qalbini issiq qilib qo'yardi. Bu ikki uy o'rtasidagi farq kundan kunga oshib borardi. Bir uyda hurmat paydo bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi uyda hurmatning jasadi ko'rinib qolgan edi. Kelajakda haqiqiy kelin, haqiqiy ayol, haqiqiy oila degan tushunchalar keskin to'qnashadi. Buni hozirdan bilish qiyin emas edi. Yana bir chiziq esa Said bilan bog'liq edi. U har kuni ertalab kelardi, go'yo uyning bir qismidek. Qiz esa unga nisbatan hech qanday iliqlik his qilmasdi. Aksincha, uning kelgani sari ichi siqilar, yurak urishi tezlashar, qo'llari titrar edi. Ota esa qizining bu bezovtaligini sezmasdi yoki sezishni xohlamasdi. U Saidni yaxshi kuyov deb o'ylar, uning muloyim so'zlariga ishonardi. Haqiqatda esa Saidning niyatlari qanchalik toza ekanini hech kim bilmasdi. Qizning ichidagi ovoz esa balandroq va balandroq aytardi. Bu odam menga yoqmaydi. Bu uy menga torlik qilyapti. Men qochishim kerak. Ammo qochish qayerga? Hech qayerga. Qiz tunlari yig'lar, kunduzlari esa sun'iy tabassum qilishga majbur bo'lardi. Uning ruhiy isyoni asta-sekin pishib, bir kun portlashi aniq edi va eng og'ir bola Sodiqning sog'lig'i. Vaqt o'tgan sari ishonch kamayib, qo'rquv ortib borardi. Shifokorlar ogohlantirgan edi. Operatsiya bir kun kechiksa ham og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Nazokat esa haligacha ko'rib chiqamiz deyar. Haligacha shifokorlarni o'zgartirish kerak deyar. Aslida esa u Sodiqdan qutulishni yoki hech bo'lmasa nazoratdan chiqib ketishni oldini olishni xohlardi. Ammo hayot hech qachon reja bo'yicha ishlamaydi. Ayni bir kechada Nargiz yolg'iz o'z xonasida o'tirib, hamma yozuvlarni, hujjatlarni varaqladi. U nazokatning yillar davomida yashirgan sirli hisob raqamlarini topdi. Minglab, millionlab pullar qayerdan kelgan? Kimga kerak? Nima uchun Sodiqdan yashiringan? Nargiz nafasini ichiga oldi. Ertaga tongda u Dildoraga qo'ng'iroq qiladi. Ertaga hamma narsa o'zgaradi. Bu kecha esa Sodiq yolg'iz edi. Kasalxona yorug'i uning yuziga tushar, qo'li esa hali hanuz nazokatni kutgan holda yotardi. U bilmasdi, bu yotiqda kim uning yonida qoladi, kim ketadi. U faqat bir narsani bilardi. Hozir unga eng kerakli narsa vaqt, mehr va haqiqat. Qolgan hamma narsa esa orqada qolar. Har bir insonning haqiqiy yuzi katta baxtda emas, katta xatarda ochiladi.